Hammaga qiziq bo'lgan savol: uyga yangi elektrika qildirish qanchaga tushdi? Toshkentdan 18 yoshimda uy sotib olib, uni remont qilyapman. 12-qism. Bugun buni sizlarga o'zimni tajribamda aytib beraman. Avval eski simlarni uzib tashladik va podyezdagi shochikdan uyga yangi tok torttirdik. Buning uchun men elektrika 300 ming so'm pul berdim. Keyin esa elektrika materiallari uchun kamida 1,5 million pul sarfladim. Balkonimda esa umuman svet uchun sim yo'q edi. O'ylab ko'ring, blogerman, uyimda kam chiroq bo'lsa qanday kontent bo'ladi? Shu sababli balkonimga ham svet va televizor uchun alohida tok tortdik. Umumiy hisobda 38 ta tochka chiqdi va uyning ichidan bemalol svetlarni boshqarishim uchun uyga alohida shit qo'ydirdik. Ishoninglar, sizlarga ham maslahat beraman, bu juda ham qulay. Razvedka joylarini ham tayyorlab qo'ydik. Endi faqat chiroq joylari qoldi. Uni patolog paytida to'g'rilaymiz. Va eng hayratlanarligi, buni hammasini 2 kunda qilib bo'ldik. Va men sizlardan ikkita narsani so'ramoqchiman. Birinchisi, 2 xonali uy uchun 38 ta tochka bu ko'pmi? Ikkinchisi esa natijnoy patolog qilishim kerak. Kimni maslahat berasiz?